Bu haqida hech kim gapirmayapti. Terma jamoamizga siyosiy bosim boshlanibdi. Niderlandiyaga qarshi o'yin oldidan jamoamiz stadionga yetib kelganda avtobusdan tushgandan keyin politsiya xodimlari futbolchilar va murabbiylarga nisbatan juda qo'pol va hurmatsizlik tarzida xavfsizlik protokoli tuzishgan, futbolchilarni esa juda ushlab turishgan, hammalarini sumkalarini tekshirib, xuddi bir dushmanga bo'lgan munosabat qilishgan. Agar guruh o'yinlari oldidan shunday holatlar yuz beradigan bo'lsa, bu futbolchilarimiz va jamoamizning juda ham katta kayfiyatiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh chevar zotda O'zbekistonda xuddi muammolar yo'qdek ma'lum bir mana bu to'dalar bor. Ular ertalabdan kechgacha nuqul konstitutsiya, Rossiya yomon, mana shunaqa har xil xuddi O'zbekistonda umuman boshqa muammo yo'qdek, mana shular faqat nuqul xalqning hissiyotiga o'ynaydi-da. Mana endi bular ideal deb ko'rsatadigan g'arbning ahvolini aslida ko'ryapsizlarki, mana Amerikada Туристов из Узбекистана и Сенегала на въезде встретили многочасовыми досмотрами и тотальной проверкой багажа. Так, будто на чемпионат мира приехали не спортсмены, а подозреваемые. Мне сказали это правило, но в итоге проверка была только для нас. No, this for me, this first time. Через такое я прохожу впервые. Никогда не было такой доскональной проверки багажа. Если для Америки это нормально, хорошо, я это сделаю. bizni mana Amerikada bizni futbolchilarimizni o'yin oldilarida mana shunaqa tekshirishyapti yoki somalilik boshqa bir musulmon birodarimizni aynan qora tanli bo'lganligi uchun uni ham hakamlik qilishga qo'yishmayapti. AQSh sharmandamisan? Somalilik bosh hakam Omar Artan Amerika vizasiga ega bo'lib turib, Jahon chempionatida ishtirok eta olmaydigan bo'libdi. Biz yaqinda hamkasblarimiz bilan birgalikda Amerika vizasini ola olmadik. Biz holva ekanmiz. FIFA tomonidan tayinlangan bosh hakam Somali tarixida birinchi marotaba Jahon chempionatida ishtirok etishi kerak edi. Bu hakamni hatto mamlakat prezidenti tabriklaganda birinchi tarixiy shaxsga aylanishi kerak edi. Unda Amerika vizasi bor edi va u Amerikaga uchib borgan, uni bir sutka davomida ushlab o'tirishgan va ortiga qaytarib yuborishgan. Ahmoqgarchilik deb hisoblayman. Biz jurnalistlar xafa bo'lmasak ham bo'lar ekan. Jahon chempionati hali boshlangani yo'q, lekin Amerika o'z qiliqlarini qilishni boshlab yubordi. Somalilik hakamga albatta odam achinadi, borib o'zini ishini qilish uchun borgan hakam ortiga qaytib ketmoqda. Bu sharmandagarchilik. AQSh jahon chempionatini o'tkazishga tayyor emasligi, umuman olganda bunday nufuzli turnirni qabul qilishga umuman mos joy emasligi jahon chempionatiga sanoqli kunlar qolganda ayon bo'lmoqda. Bu yerda gap tashkilotchilik yoki boshqa mayda muammolar haqida ketmayapti. Bu masala to'g'ridan-to'g'ri inson hayotiga xavf va o'lim ehtimoli bilan bog'liq. Dastlab Shveysariya terma jamoasi bazasida uzoq payt yashirib kelingan muammo yuzaga chiqdi. Kaliforniyaning San-Diego shahridagi futbolchilar qarorgohi yaqinida zaharli ilonlar borligi haqida ogohlantiruvchi rasmiy bayonot e'lon qilindi. Shveysariya futbol federatsiyasi esa bu holatni futbolchilar xavfsizligiga tahdid deb hisoblagan holda mundial boshlanishidan oldin boshqa tinchroq baza qidirish bilan ovora. Ammo bu shunchaki xamir uchidan patir bo'lib chiqmoqda. Dunyo miqyosida jinoyatchilik reytingida peshqadam bo'lgan AQShda jahon chempionati oldidan kutilgan muammo ro'y berdi. Missuri shtatida Angliya terma jamoasi mashg'ulot bazasi yonginasida qonli otishma sodir bo'ldi va unda 10 ga yaqin inson turli darajada jabrlandi. Mundial boshlanmasidan shuncha muammo. Shunday qilib tarixdagi eng uzoq davom etadigan jahon chempionatining sokin va tinch o'tish ehtimoli ham borgan sari pasayib bormoqda. Ko'rayotganlaringizdek, Amerikani o'zida ham muammolar talay. Va nuqul O'zbekistonni ichida turib, O'zbekistonni o'zida xalqimizni shuncha muammosi bo'la turib, ertalabdan kechgacha g'arbni puliga o'tirib olib, faqat mana shu ertalabdan kechgacha Rossiyani yomonlab yo xalqni faqat pessimistik ruhga chaqirib, konstitutsiya u bu deb bong uradigan soxta yolg'onchilar borda. Men doimo aytayapmanki, aynan aql farosat bilan ish qilaylik. Nafrat kerak emas. Xalqimizning o'zini ichida muammolar ko'p. Va aynan men bir hafta 10 kun avval taklif kirgizganki, ya'niki aynan zapravka bo'yicha prezident qarori bu to'g'ri qaror edi. Va buni aynan mana shunaqa topливный karta, gostivoy kartalar qilsa, bu yashirin iqtisodiyotga qarshi yaxshi harakat, pensionerlarimizning pensiyasini oshiradigan bir omillar va juda ko'p plus tomonlarni aytdi va alhamdulillahi robbil alamin mana Abror Muxtor Ali meni fikrlarimni gapirib chiqdi. Aslida biz mana shunaqa ishlarni ko'paytirishimiz kerak. Ular bilan jamoatchilik birgalikda ishlar qilish kerak. Ertalabdan kechgacha mana u Kamoliddin Rabimov, Shuhrat Rasulovga o'xshaganlar Rossiya deb nuqul nima qilishadi-da. Men keyingi ko'rsatuvlarda mana shu hozir qurilayotgan mostlar, mana shu Peterda qurilayotgan most neva ustidan yangi most qurilyapti. Qancha yo'llar ta'mirlanyapti. Hammasini ko'rsata olaman yoki mana oddiy misol mana shu prosta Rossiya magazinlaridagi narx. Mana shakar 50 rubl. O'zbekiston puliga hozirgi kunga 10-iyunga kursini men hozir sizlarga mana qo'yib ko'rsataman. Va xuddi shunday mana sut mahsulotlari, un, boshqa tovar первой необходимости deydi-ku.
Rossiyada mana shunaqa narxlar arzon va kimda kim Rossiyada aynan D kategoriya pravasi bo'lsa-yu kelib ishlayman desa, mana shunaqa yotoqxonasi bor. Mana shunaqa yotoqxona beradi, dokumentlarga yordam beradi. Eng kamida sredni 140 ming rubl, eng kamida 2000 dollar atrofidagi oyliklar olishingiz mumkin. Kimda kim kerak, pastda Telegram guruhim bor yoki mana telefon raqamlari, menga murojaat etinglar. Rossiyada ishlayman degan voditellar bo'lsa, rossiyskiy pravasi bo'lmasa ham rossiyskiy pravasini olishga yordam beradigan avtobaza bor. Shuning uchun kimda kim kerak, aloqaga chiqinglar. Bolalarimizni kelajagi faqat o'z qo'limizda. Har xil g'iybatchi fitnachilarga quloq solishlaringiz bilan ular sizlarga osh non bermaydi. Angliyada hozir shunaqa krizis ketyapti, og'aynilar. Yani nimaga unaqa deyapman? Restoran egalari yig'layapti, ish yo'q. Narx-navo ko'tarilib ketgan, odamlar restoranga pashta kirmay qo'ydi. Faqat hafta oxiri biroz ish bo'lyapti, juma, shanba, yakshanba kunlari. Attak qolgan 4 kun yo'q hisobi. Bu yerda bilasizlarmi, bitta do'konda restoran arendasi qancha? 50 ming, 100 ming yiliga. Funtda yana u. Uni berishni o'zi bilan bitta ishchi haftasiga 700, 800, 500 olsa, 10-15 ta ishchi ishlasa, hamma yig'layapti boshliqlar. Ishlayapti, lekin juda kam. 90% biznes, restoran biznesi o'lgan. 10% eskilar, kuchi borlar turibdi. Ishlayapti. Keyin yana bir gap, Angliyaga jo'nataman. Ish oyliklar 4 ming, 5 ming, balobatlar deganlarga ishonmanglar, og'aynilar. Hammasi yolg'on, safsata. Bunaqa oyliklar yo'q. Yo'q emas, bor. Faqat uning uchun siz professional bo'lishingiz kerak. Ana shundagina olishingiz mumkin bunaqa maoshlarni. Meni kuzatishda davom etinglar, og'aynilar. Rossiya urushda yutqazyapti deyotgan Kamoliddin Rabbimov, Shuhrat Rasulov va shu kabi g'arbning malaylari bor. Bularning ichida Rasul Kusherbayev ham bor, boshqasi ham bor. Bularni men suratlarigacha ko'rsatib qo'yganman. Va bular bong urayotgan konstitutsiya, qana o'sha yo demokratiya o'sha Amerikada ishlayotgan ekanmi yo yo'qmi? Nima jim o'tirasizlar? Gapirmaysizlarmi? Rasul Kusherbayev Rossiyada bir tojikistonlik bolani bir natsist o'ldirganiga, "Voy, Rossiya natsist", hamma bong uryapti. Hammang chiqib olib turib, bir boshidan Rossiya natsist u bu deyatuvdilaring-ku. Mana yilning boshidan Turkiyada 3 ta o'zbek ayoli chavaqlanib musorkalarga o'zbeklar tomonidan o'ldirildi. Nimaga buni gapirmaysizlar? Mana Koreyada o'zbek qizini o'ldirib, ichak chavog'ini sotgan deb, men bir oycha avval, bir oy, 1,5 oy avval Qalampir Uz yolg'on ma'lumot berganda, o'sha blogerlarga sразу aytdimki, Qalampir Uz, Kun Uz bular hammasi sotqin. Nomiga ozgina O'zbekiston muammosini gapiradi, lekin bular hammasi g'arbdan pul oladigan jamoalar. Bular xalqning asl muammosini gapirmaydi. Ichida nomiga ko'rsatadi, lekin Qalampir Uz bu o'ta pastkash jamoa dedim va ular albatta shuni ko'rishdiki, o'sha Koreyada, temol aytdimki, ko'ryapsizlarmi, bu yerda elchixona gapiryapti. Bloger udalit qilgan barcha videolari yoki qizni suratlarini ko'rib, skорее всего buni organlarini sotganda, men 1 oy, 1,5 oy avvallari aytgan gaplarim hammasi mana to'g'ri chiqdi. Shuning uchun sizlar aziz xalqim, chem mana bunaqa ertalabdan kechgacha faqat Rossiyani yomonlaydigan, yo qalbingizga nafrat soladigan, konstitutsiya, demokratiya deb balandparvoz gaplarni gapirib, aslida oddiy xalqning manfaatiga 1 gram, ta'kidlayapman, 1 gram daxli yo'q insonlar oddiy xalqning foydasiga 1 gram taklif kiritmayotgan, prosta xalqni pessimistik ruhga chaqirayotganlarga ergashish foydasi yo'q. Men ko'rayotganlaringizdek mahalliy keng ko'rsatuvlarda albatta ko'rsataman. O'sha yangi territoriyalarda Ukraina territoriyasini qaytadan noldan qurayotganligini barcha videolari bilan men sizlarga ko'rsatib, mana bu g'arbning malaylari, mana bu ikkita g'arbning malaylari sizlarni prosta O'zbekistonning asl muammolaridan chalg'itayotganligini hali kelajakda davomini ko'rasizlar. Dunyoni istalgan joyida hozir muammo bor. Shuning uchun hammamiz vatanimiz kelajagi uchun birlashib, yaxshi kadrlar, vrachlar, doktorlar, o'sha hokimmi, boshqa hammasi xalqning o'zini ichidan chiqqan va mana shu o'zimizning muammolarimizni ustidan o'zimiz birlashib ishlamasak, tashqaridan hech kim bizga kelib buni yordam bermaydi.